Assalamualaikum. Bu 24-aprel'dagi o'zbek tilidagi kun tayligim. Men hozir 25-aprelda tungi soat 4da kompyuterda yozib, tungi soat 5:30da gapiryapman. Hozir markazda ishlayotgan men minimarketda ishlayman. Hozir markazda ishlayotgan haydovchilar ishi tashlagani uchun ishlayotgan minimarketga yuklari mashinasi uncha yaxshi kelmayapti. Bir oy oldin mamlakatda yengil konvert qonuni qabul qilindi. Men bu qonun haqida bu kundalik gapirmoqchiman. Samsung firmas men bu qonun haqida o'qitish uchun men masalani beraman. Masalan, Samsung firmasida muzlatgichni ishlab chiqarganda uni faqat Samsung zavodida, Samsung firmasi esa Gwangju degan shahardagi zavodda muzlatgichni ishlab chiqaradi. Bu esa faqat Samsung zavodda ishlab chiqarmaydi. Buni ishlab chiqarish uchun ko'plab boshqa tashkilotlar kerak bo'ladi. Masalan, men oldingi ishlagan Yuritech degan tashkilot bor. Bu esa Ubitech degan juda kichkina tashkilotda vint va kichkina platmassa mahsulotlarni ishlab chiqarib, Yuritechga beradi buni. Yuritech tashkilotda esa ular bilan katta platmassa mahsulotlar, masalan, muzlatgich bo'limi, ventilyator va qopqoqlarini ishlab chiqarilib, ularni Samsung zavodiga beriladi. Men esa bu Yuritechda shunday plastmassa mahsulotlarni zavod ichiga bergan ishni qildim. Shunday qilib, kichkina mahsulotlar boshqa tashkilotlarda ishlab chiqarilib, Samsung zavodiga yetkaziladi va u Samsung zavodida muzlatgich yakuniy tarzda tayyorlanadi. Men ishlayotganimda Samsung bu Gwangju shahrining muzlatgichni ishlab chiqarganimda uning ostida 45 ta tashkilotlar bor, ko'plab tashkilotlar bor. Menimcha bu 40-50 ni men bilaman uning ostida va shunday tashkilotlarning ostida esa yana boshqa tashkilotlar mavjud. Har bir tashkilotda ishlaydigan xodimlari ham bor. Samsung zavodida ishlaydigan xodimi, Yuritechda ishlaydigan xodimi, Ubitechda ishlaydigan xodimi juda ko'p ekan. Xodimlar esa faqat o'zlar ishlayotgan tashkilotga nisbatan ishi tashlashlari mumkin. Yuritechda ishlayotgan xodimlar faqat Yuritechga ish tashlay oladi. Ubitechda ishlayotgan odamlar esa faqat Ubitechga ish tashlay oladi. Lekin natijada Yuritech bu tashkilot Samsung uchun ishlaydigan tashkilot hisoblanadi. Natijada Samsung Gwangju zavodida Yuritechga pul berib, ular yana xodimlarga pul to'laydi. Yengil konvert qonuni esa Yuritechda ishlaydigan xodimlar ham Samsungga nisbatan ish tashlay olishini
belirlenen konumdur. Şunday konun bu yaxshi emasini bilmayman. Lekin menimcha bu men ishlayotgan minimarket uchun bu yaxshi emasligini o'ylayman. Men ishlayotgan minimarket CU bu BJP Retail degan katta kompaniyadagi do'kon. BJP Retail bu CU degan minimarketni boshqaradigan juda katta kompaniya. Uning ostida faqat CU minimarketlar uchun markazlarini boshqaradigan BJP Logis degan sho'ba korxonasi ham bor. BJP Logisning ostida esa yana markazlarda ishlaydigan haydovchilarni boshqaradigan kichik va boshqa firmalar ham mavjud. Yuk mashinasi haydovchilari shu kichik firmalarda ishlaydigan xodimlardir. Ilgar bu qonun qabul qilinishdan oldin u yuk mashinasi haydovchilari shu ularning kichik firmalarida ishlaydigan ular kichik firmalarga qarshi ish tashlashlari kerak edi. Lekin yengil konvert qonun sababli ular o'zlariga tegishli firma yoki BJP Logisga emas, balki to'g'ri BJP Retailga qarshi ish tashlay oladi. Shuning uchun hozir yuk mashinalar odatdagidek kelmayapti. Ishi tashlayotgan haydovchilar o'rniga boshqa shaharlardan Busan, Kimje va Hwaseong shahridan odamlar kelmoqda. Bu ishi tashlamaydigan odamlar shunday shaharlardan kelmoqda. BJP Retail ularni jalb qilish uchun hozir ishi tashlaydigan odamlarga almashtirish uchun ulardan ko'proq pul to'laydi. Shuning uchun yuklar 2-3 kun davomida kelmay, keyin birdaniga juda ko'p miqdorda keladi. Juda yomon, juda afsuski. Kecha ham, ya'ni 23-aprelda ular 3 kun davomida kelmay, ular 3 kun davomida kelmay, 24-kun tungi soat 2:30lar atrofida va kunduzgi soat 1lar atrofida birdaniga ko'p yuk bilan keldi. Tunda kelgan yuklar uncha ko'p emas edi, shuning uchun men ularni oson tartibga keltira oldim. Lekin kunduzda kelgan yuklar esa juda ko'p bo'lgani uchun mening keyingi navbatchi direktor uning eri 3 ta odamlari kelib buni keltira olishini men eshitdim. Juda afsuski. Men esa 3 kun davomida kelmasdan ular hamma kelganda men faqat bir o'zim buni tunda bir o'zim hammasi rido orqali o'qib hammasi tartibga keltirdim. Lekin kunduzdagi odamlar esa 3 ta odam kelib buni tartibga keltiradi. Juda afsuski. Men buni juda osonroq qilishim mumkin. Lekin men kecha tunda va kunduzda 3 kunlik yuk kelgani uchun bugun tunda 20 men buni yomon yozdim. Bu esa 23-kunni tunda
va kunduzda birdaniga ko'p yuk bilan keldi. 24-chi emas, 24-chi kunda emas. Men hozir ko'p uxlaganim uchun bu yaxshi yoza olmayman. Lekin men kecha tunda va kunduzda 3 kunlik yuk kelgani uchun bugun tunda, ya'ni 24-chi kuni tunda yana kelmasligini o'ylagandim. Lekin 24-chi kunda soat 1:30da Kimje shahridan sovuq zanjiri yuk mashinasi kelgandan keyin soat 3da yana Pusan shahridan yuk mashinasi 3 kunlik yuk bilan birdaniga keldi. Bu juda ko'p bo'lgani uchun koridor yopilib qoldi. Juda afsuski, yana yomon. Tunda kelgani uchun xaridorlar uncha ko'p kelmadi. Bu yaxshi edi, lekin baribir tezroq yana soat 6lar atrofgacha hammasini tartibga keltirishim kerak edi. Chunki soat 6lar atrofda yaqindagi hozir qurilaydigan ko'p qavatli uyidagi xodimlari juda ko'p kelib, taomlar, mahsulotlar, ichimliklarni sotib olish uchun ular kelishdan oldingacha hammasini tartibga keltirishim kerak edi. Bu juda ko'p bo'lgani uchun ularni faqat 3 soat ichida tugatish juda qiyin edi. Kunduzda, kechqurunda esa odamlar 3ta buni tartibga keltirishi uchun 3 soatda hammasi qilishi mumkin edi, lekin men esa faqat men bir o'zim qilishi uchun bu juda qiyin deb o'yladim, lekin men baribir qildim. Men oldingi joy yo'limtekida bundan qiyinroq ishlaganman. Shuning uchun buni men 3 soat yo'q, 2 soat yarimda soat 5:30gacha Rido orqali hammasini o'qib, ularni tartibga keltirdim. Muzlatgichga qo'yiladigan ichimliklar va aroqlarni esa faqat ichga joylab, bu esa yaxshiroq tartibga keltirmadim. Boshqa mahsulotlar, masalan, ramyon, snack, suv, malaqo. Ular esa hammasi tugatdim, tartibga keltirdim. Undan keyin soat 7:30lar atrofgacha muzlatgich ichidagi mahsulotlarni xaridorlarga xizmat qilayotganimda tartibga keltirdim va soat 8lar atrofida keyingi navbatchiga topshirib ishni tugatdim. Men hammasi qildim. Bu yaxshi, men bu haqida juda yaxshi deb o'ylayman, chunki bu esa keyingi navbatchi va direktori ishlayotganda kelsam, ammo ular keyingi navbatchi va direktor ishlayotganimda kelsa, buni 3ta odam buni tartibga keltirish uchun 3 odam kerak deb o'ylayman. Bugun 3 kunlik yuk kelgani uchun yana 3 kundan keyin kelishini o'ylayman. Menimcha yana men ishlaydigan yakshanba yoki dushanba kuni yuk mashinasi ko'p mahsulotli bilan birdaniga keladi. Men ish tezroq tugashini xohlayman. Chunki men minimarketda ishlashni tanlaganimda, tunda minimarketda ishlashini intervyu qilganimda, tunda yuk mashinasi uncha ko'p kelmasligini eshitgan edim. Shuning uchun kunduzda va kechqurun ko'p xodimlar bo'lgani uchun qila olmaydigan ishlarni, masalan, axlat tashlash, yaroqlilik muddati o'tgan yoki o'tadigan mahsulotlarni tekshirish va tashlash, kofe mashinasi tozalashni tunda qilaman. Lekin hozir tunda ham yuk mashinasi ko'p kelsa, mening ishlarim juda ko'payib ketmoqda. Juda afsusli.
men oldingi ish joyimda bundan ham qiyinroq ishlarni qilganman. Shuning uchun bu ishni menga oson deb o'ylayman, osonroq qila olaman. Biroq men bu yerda ishlayotganimda o'qish uchun vaqt ajratishni xohlayman. Nima? Vaqt ajratib ishlayman. Agar ish juda ko'p bo'lsa, men o'zbek tili, ingliz tili va logistika imtihoniga tayyorlana olmayman. Shu sababli men kun-tun tartibini o'zgartirmoqchi emasman. Bugun ham tunda o'zbek tili. Bugun ham tunda o'zbek tili va ingliz tilini o'rganmadim. Juda o'rganmadim. Bu va juda charchab va och qolib uyga qaytdim. Men charchagan. Men hozir ChatGPTda bu haqida bu esa men yozgan kundaligim va bu esa ChatGPT bilan yaxshiroq qilgan, yana yozilgan ChatGPT yozgan kundalik. Bu esa hozir men grammatika bilmayman. Men bu haqida qaysigacha shunday grammatika men bilmayman. Men hammasi videoga olib YouTube'ga yuklagandan keyin bu haqida grammatika o'qimoqchiman. Va uyga qaytgach, uncha ko'p o'qimasdan faqat ovqatlanib va ilova bilan ingliz tilini o'qib, odatdagidan ertaroq uxladim. Soat 12lar atrofida uxlab, soat 6lar atrofida uyg'ondim. Uyg'ongach, ozgina telefonda internet romanini o'qib, yana soat 8lar atrofida uxlab, ertasi kunni soat 2da yana uyg'ondim. Bu juda afsusli. Men juma kunida kechqurunda ishlamagan bo'lsam ham kechqurun hech narsa o'qimadim. Bugun logistika imtihoniga men tayyorlanmadim. O'zbek tilini faqat 30 minut o'qib, ingliz tili esa ilova orqali ko'p o'rgandim, lekin menimcha bu ham yetarli emas. Shanba kuni kechqurun soat 11da men juda yaxshi ko'radigan CRL musobaqasi yana boshlanadi. Bu o'tgan haftada shanba va yakshanbada kelgan edi. Lekin bugun, ya'ni bugun 25-aprelda soat 11da yana boshlanadi. Bugun final o'yin qiladi. Uni yaxshiroq ko'rish uchun tunda va kunduzda odatdagidan ko'proq o'qimoqchiman. Bu musobaqada hozir koreyalik 2ta sportchi qatnashmoqda. Afsuski, ular birinchi o'yinda bir-biriga qarshi o'ynaydi. Bu juda achinarli. Men bu kundalikni yozib bo'lgach, videoga olib, undan keyin men bilmagan grammatikani o'qib, 2 kun oldin ko'rgan Xorazm viloyatidagi aeroport va vokzal haqidagi videoni yana ko'rib, o'zbek tilini mashq qilmoqchiman. Rahmat.